Ana o'sha kadr ham kirsin Ozodjon. Eng asosiysi o'sha. Sababi uy olishimizni aniq sababi o'sha. Mana shunaqangi chiroyli manzara, Imran Building. Biz kvartiramizga chiqib oldik. Mana shunaqangi chiroyli hovli sizga xizmat qilib beradi. Buxara City'ning boshlanishi bu yagona kadr, yagona mana shunaqangi chiroyli joylashuv. Nasib bo'lsa narxi 65 ming AQSh dollari. Yana savdosi bor. Kelasizlar, ko'rasizlar. Mana shunaqangi chiroyli katta balkoniga ega. Kelaverasan Ozodjon. Demak, bir chiroyli suratda chiqarishga harakat qilamiz. Boshidan boshlab qo'yaveramiz. Proyektni tushuntirish uchun 83 kvadrat edi adashmasam, kvartiramizning kvadrati. Demoqchi bo'lganim mana shu joyda bizani kiraverish eshigimiz mebeldan to'lib ketgan. Prixo'ja mebellarni ham ko'rsatasan, dekorativ oynalari kredit bo'lmaydi. Kelaverasan. Birinchi xonasi zal. Sizga albatta yoqadi. Dozubachiska qilishgan. Shu holatiga 350 dollarga ijara qo'yib beraman. Televizorimiz bor, televizonaga juda ham chiroyli surat. Razdeniy sanuzini ko'rsataverasan. Har shunaqangi Eron kafel, dushovoy kabina, smestitillarigacha siz yaxshi ko'rgan oshxonani bitta ko'rsataymi? Mana sizga oshxona, холодильник, stiralka, двухконтур котел, hammasi bor. Keyin Ozod, mana buni qaragin. Yo'qdi senga. Juda ham chiroyli remontdan chiqarishgan. Hamnaqangi pulingizni qo'yish uchun qaragin. Pulingizni qo'riqlaydigan yo'lbars ham bor. Bitishkasigacha ovqatlanish sharoitlari bor. Kvartiramiz birinchi xonasini ko'rsatdik. Oshxonani ham ko'rsatdingiz, mana bu bolalar uchun ajratilgan xonasi. Chiroyli kadr chiqaraverasan, xudo xolasa, bolajonlarimizni o'ziga alohida mana kiyim-kechak uchun chiroyli va shunaqangi mebellar ham bor. Sagilamlardan foydalanishgan, mana bu masla bizga yotoqxonamiz. Televizorgacha, shkaf, makiyajli stol, hammasi bor. Balkoni mavjud, o'zini alohida 80 kvadrat deb kelaverasiz, narxi 65 ming, yana savdosi bor. Yaqiningizga tarqating, like bosing, o'zingizni asrang, salomat bo'ling.